Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Xudo xolisa mana keyingi ishlarimizni ham olib kelib, o'rnatib, o'z egalariga topshirdik. Chiroyli holatda, xudo xolisa. Bu ishlarimiz Krashinning 18 MDFda bo'lgan. Ko'rib turganlaringizdek neoklasik fasonida. Zamonlarimiz 3 tadan oshiq mashinalarimiz bor. Eshiklarimiz polni rezinkada. Hop, eshiklarimiz kesaklari 15 cm lik, old orqasi bir xil. Eshigimiz ichkaridan ko'rinishlari. Tepa paramogalarda ham atkilatchalari bor. Oynalarimiz oq yevriki, germetiylangan eshiklarimiz. Ichki yopilishlari bekam ko'z bo'lgan. Ularimiz kvadratini kelishilgan holda qilib beramiz. Qolaversa 590 mingdan 750 ming so'mdan 700 ming so'mdan kvadratiga eshiklarimiz bor. Xudo xolisa niyatimizdan maqsadimizdan bir. Shunaqa eshiklarimizni ham xalqimiz qo'yib, xudo xolisa uyni ko'rkiga ko'rk, chiroyiga chiroy qo'shadi. Xudo xolisa arzon narxda kelishilgan holatda qilib beramiz. O'zbekiston viloyat dostavkamiz bor. Vodiy bo'lib o'rnatib beramiz. Voha tomonlarga ham xudo xolisa kelishib bo'lsak, o'rnatib olib borib chiroyli o'yinlarga topshirib, ustunovkalari bilan qilib beramiz. Ko'rib baho berib qo'yasizlar. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlar qo'yib qo'yamiz. 77 kodi bilan 2